Assalomu alaykum aziz Ko'ktang bolalari guruhini obunachilari. Mana bugun Ko'ktang bolalari ijodkorlari yangi guruhga, eng kichik mittivoylar guruhiga o'zlarining sovg'asini olib kelgan. Mana qarang, qanday ajoyib. O'zlarini hududidagi, o'zlari katta bo'lgan bog'chaga sovg'asini olib kelgan. Ketdik. Yuring. Guruhga kiramiz. Kichkintoylar oldiga. Mana o'zlari katta bo'lgan bog'chaga sovg'a olib kelishdi bular. Sizga ham sovg'a. Rahmat. Olib kiringchi. Bolajonlar, mana yangi guruh bolalari. Salom bolajonlar. Assalomu alaykum qilamiz. Mana sizlarga bolajonlar, mana bu akalaring o'zlari yasagan chiroyli uychani olib keldi. O'zi mana shu bog'chapalari qo'lda katta bo'lgan mana shu bolani o'zi. Keladi. Rahmat. Yaxshi ko'rar ekan opalarini. Mana ajoyib uycha. Arxitektor uylarni anonsichisi nasib qilsa. Ha, nasib, xudo xohlasa. Mana uychani tomosha qilishlaringiz mumkin. Uychani mana qarangizlar. Bolajonlar ko'ryapsizlarmi qanday chiroyli sizlarga yasab ketdi. Akam, hal sizlar ham shunday yasaysizlar. Ha, yasaysizlar. Ichigami? Qani, bobo? Bu uyda o'zim yasadim. Eshitamsiz bolajonlar. Derazalar. Bu uyga ko'p vaqt ketadi yasashga. Bu shipirlari, tepalari. Aha. Bunga bezak berib, shu yasaladigan buyumlarni topsa bo'ldi. Ha. Juda chiroyli ekan. Mana eshiklari bor ekan, ustlarini shunchalik mana derazalarni chiroyli qildilar. Demak hammasi topiladigan xom ashyolar ekan. Hammasi topiladigan xom ashyolar. Aniqroq qilib aytganda biz ortiqcha chiqitga chiqarmaymiz, to'g'rimi? Juda ham chiroyli. Mana bu chiroyli uychadan bolajonlarimiz xudo xohlasa o'zlarining faoliyatlaridan foydalanishadi. Ular ham ko'rib o'rganishadi. Sizlarning uylaring ham shundaymi? Eshiklari bor-a, derazasi bor, shunday uy-a? Juda ham yaxshi. Mana. Mana. Ekan. Mana juda ham ko'rkam uy. Zamonaviy uylardan. Mana hamma bolalarda qiziqish uyg'ondi bu uychaga nisbatan. Ha, kirib ko'ringlar, sig'asizlar. Kirib ko'ringlar. Marhamat. Shoshma. Bolajonlar qiziqishi ortayapti. Shoshma. Bunday. Bunaqasi. Mana, Nursulton mana. Bobo mana.